Xo'p, assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun navbatdagi avtomobilimiz Cobalt 4-paysa avtomat korobka 2020-yilda ishlab chiqarilgan. Probeglari 183 ming yurgan, yumshoq balonlar taqilgan. Yangi metan gazli uстановkalar qilindi. Kecha yaqinda mashinamiz holatlari juda ham ideal holatda turibdi. Narxini o'qib aytib o'taman. Mashinamizga oldilaridan ko'rsatadigan bo'lsam, mana LED faralar qo'yilgan, lampalar, yumshoq balonlarda video registratorlari bor, ABS konditsionerlari bor. Naqd avtokreditga ham chiqadi. Mashinamiz salon qismlarini ko'rsatadigan bo'lsam, mana salonlar arshipalari qirilib chizilib ketmagan. Mana rollari kruz kontrollar bo'lgan. 183 ming ABS konditsionerlari bor. Juda ham приятный turibdi salonlari. Mana patologlari ham tiniq turibdi. Video registratori ham bor ekan. Qirilib chizilib ketmagan, hamma joy juda ham приятный turibdi. Mashinamizda tan narxiga keladigan bo'lsanglar 123 million so'm. Boshlang'ich to'lovlari 19 million bilan chiqadi, oylik to'lovlari 4 million 113-14 ming bilan chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelib ko'rib baraka qilib olib ketishlari mumkin. Kraskasiga keladigan bo'lsanglar, bitta oldi kapotini ustiga yuzak sepilgan. Yechilmagan, bemalol ustiga tekshirtirib olsalaring bo'ladi. Ustitrlari o'ziniki. Manzilimiz Jizzax shahri, prospekt Almas kafe ro'parasida. Telefon raqamlarimiz 94 344 81 11 raqamlariga aloqaga chiqib kelib ko'rib baraka qilishlaring mumkin. Sog' bo'lasizlar, obuna bo'lib qo'yishingiz esdan chiqmasin.